Bektemir tumani Asr klinikasining ro'parasida nijoy pomeshcheniya sotuvga qo'yilgan. Umumiy maydoni 170 kvadratdan iborat. Ushbu obyektimizni manziliga to'xtaladigan bo'lsak, Husayn Bayqaroq ko'chasi, Xalq banki yonida, Chorrahaga yetmasa, administrativniy zdaniyani 2-qavatida joylashgan. Binoyimizga kirib kelishimizda paradniy vходimizda kattagina resepsiyon va lestnichная zonamiz. Ushbu administrativniy zdaniyamizni pomesheniyasi 2-qavatda joylashgan 5 ta noturar joydan iborat. Har bir noturar joylarimiz kamida 25-30 kvadratdan iborat. Umumiy olganda 170 kvadrat va har bir xonamizda oynalar mavjud. Birinchi liniyada joylashgan kosmetika remontdan iborat va eng qizig'i oyiga kamida 1150-2000 AQSh dollargacha foyda keltiradi. Zinadan chiqqanimizda chap qo'lda joylashgan polностью 170 kvadratimiz sotuvga qo'yildi, qadrdonlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 255 ming AQSh dollari belgilandi. Yana joyida kelishiladi. Sizlarga eng chiroyli narxlarni qilib beramiz. Eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.